Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Qadrli til tomoshabinlar, bizni ko'rib, kuzatib, eshitib turgan aziz muxlislar, yaratgan Robbimizga hamd va sano, payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Ramazon oyi yurtimizda juda bir ajoyib bo'lib o'tyapti. Sakinat, odamlardagi muhabbat, bir-birimizga bo'lgan mehr oqibatlarimiz ziyoda bo'lib boryapti. Qo'limizdan kelgan hamma yaxshiliklarni amalga oshirishga harakat qilyapmiz. Masjidlarimizda taravih namozlari, xatmi Qur'onlar davom etmoqda. Alhamdulillah. Allohga shukr. Parvardigor olam mana shu oyning yaxshiliklaridan har birimizni nasibador aylasin. Har birimizga barakali umr bersin va barakali umrimiz davomida yana ko'p yillar ana shunday yaxshi kunlarga, yaxshi damlarga erishib yurishimizni Alloh nasib etsin. Bugungi suhbatimizning mavzusi xolis ihson mukofoti degan mavzu bo'ladi. Alhamdulillah. Va mana bu amr ma'ruflarimiz, diniy ma'rifiy suhbatlarimiz hammamiz uchun manfaatli bo'lishini Alloh nasib etsin. Azizlar, Ramazon oyi bu ihson oyi. Ihson deganda biz Ramazon oyini tushunamiz. Ramazon oyi deganda ko'plab ihsonlarni tushunamiz. Shunday ekan keling, o'zi asli ihson degan nima degani? Shu borada bir aniqlik kiritaylik. Ihsonni lug'atan tarjima qiladigan bo'lsak, bu yaxshilik degan ma'noni anglatadi. Hasanun ihsanun. Yaxshilik, yaxshilik qilish degan ma'noni anglatadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning huzurlariga Jabroil alayhissalom bir odam shaklida keldilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga shu qadar yaqin o'tirdilarki, Jabroil alayhissalomning tizzalari payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning tizzalariga tegib turgan ekan. Shunda Rasulullohdan ihson to'g'risida xabar bering deb so'ragan ekanlar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ihson degani al-ihsanu an ta'budalloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihson degani shunday bir narsaki, Allohni ko'rib turganday ibodat qilishingiz, Allohni ko'ra olmasangiz-da Alloh sizni ko'rib turganday ibodat qilishingizdir deb aytgan ekanlar. Ihsonni ma'nosi mana shu ekan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom juda ham bir tushunarli tarzda bayon qilib berganlar. Ibodat deganda faqatgina o'qiladigan namoz, tutiladigan ro'zalarni tushunmasligimiz kerak. To'g'ri, bu ibodatlar farz bo'lgan ulug' ibodatlar. Lekin insonni butun hayotini bandalik sifatida, ya'ni Allohning Robbim, men uni bandasiman degan ma'noda to'g'ri turib, to'g'ri yurib, haloli pokiza bo'lib, ibodatini qilib, odamlarga yaxshilik, oila parvarlik, qo'ni qo'shnilar bilan yaxshi munosabatda bo'lish kabi hamma fazilatlarga rioya qilib hayot kechirishlikka bu ibodat hayoti deyiladi. Shunday ekan azizlar, aynan Ramazon oyi bizni ana shu hayot tarziga o'rgatadi. Biz Alloh subhanahu va taoloni ko'ra olmaymiz, lekin Alloh bizni ko'rib turganini unutmasligimiz kerak. Ro'za ibodati shunaqa bir ibodat. Ro'zador banda hamma joyda Alloh uni ko'rib turganligini his qilib turadi. Ro'za ibodati bizning vujudimizda ana shunday his tuyg'uni singdiradi inshaalloh. Bir kuni bir ustoz shogirdlariga dars o'tarkanlar va har zamonda turli sinovlar bilan shogirdlarini sinab turarkanlar. Qani shogirdlari olayotgan ilmlarini negizgacha tushunib yetyaptilarmi?
uni mazmun mohiyatiga yetyaptilarmi degan ma'noda sinabdilar ekanlar. Bir kun Alloh subhanahu va taoloni ko'ruvchi, biluvchi degan sifatlarini sharhlab o'tganlaridan keyin bir necha kun o'tib aytibdilarki, ertaga hammalaringiz o'zlaringiz bilan bittadan xo'roz yoki tovuq olib kelinglar debdilar. Olib kelishibdi. Endi mana shu qo'lingizdagi xo'roz tovuqlaringizni hech kim ko'rmaydigan joyga borib, uni so'yib kelinglar. Uni tozalab, cho'rva qilib ichamiz debdilar. Shogirdlar ketishibdi. Kimdir hech kim ko'rmaydigan bir yo'rto'laga tushib so'yib ketdi. Kimdir bir binoning arkasiga o'tibdi. Kimdir yana bir zina poyaning tagiga kiribdi. Xullas hammalari qo'llaridagi xo'roz va tovuqlarni so'yib kelishgan ekan. Faqatgina bitta shogirdlari tirikligicha ko'tarib ketdi. Qarab chiqibdilar. Boyagi shogirdga navbat kelganda, "Ha, tinchlikmi? Nega so'yib kelmadingiz? Yo qo'rqdingizmi?" debdilar. "Ustoz, hech kim ko'rmaydigan joyni topolmadim. Qayerga borsam Alloh ko'rib turganini his qilib turdim" deb aytgan ekanlar. Ha azizlar. Shunda ustoz, "Ey barakalloh. Haqiqatda imtihondan siz o'tdingiz. O'tgan darslarimizni mazmun mohiyatini siz anglagan ekansiz. Alloh ko'rmaydigan joy yo'q, Alloh bilmaydigan bir holat yo'q" deb tushuntirgan ekanlar. Hamisha hamma joyda Alloh bizning holatimizdan xabardor. Ihsonning ma'nosi mana shu ekan. Endi bugungi kunda biz mehr muruvvat ulashib, kimlargadir nimalardir olib borib berayotgan bo'lsak, kimlargadir qanday bir moddiy yordamlarni ko'rsatayotgan bo'lsak, bu ham ihson, bu ham yaxshilik. Parvardigori olam kalomi sharifida hal jazaul ihsani illal ihsan, yaxshilik ihsonning mukofoti yaxshilik ihsondir deya marhamat qilgan. Ramazon oyi saxovat oyi. Ramazon oyi borasida yurtboshimiz o'zlari qaror qabul qildilar. Va mana shu qarorda ham shu kabi savobli ishlar o'zini aksini topgan. Birinchisi bag'rikenglik, birdamlik va saxovat. Haqiqatda bag'rikenglik juda ham muhim. Birdamlik, hamjihatlik ham juda ham zarur. Shu bilan bir qatorda saxovat, sahiylik, qo'li ochiq bo'lishligimiz, qo'limizdan kelganicha kimlargadir yaxshilik qilishimiz aslida bu o'zimizning foydamizdir. Mana shu kabi savob ishlar bugun davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. O'zbekistonimizda ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil bo'ldi. Aynan mana shu agentlik tashkil bo'lganida davlat rahbarimiz, prezidentimiz o'zlari katta bir yig'ilish o'tkazib, buni mazmun mohiyatini tushuntirdilar. Ana shu yig'ilishda muftiy hazratlari ham so'zga chiqib, bu agentlikni, ya'ni ijtimoiy himoya milliy agentligini insof agentligi deya ta'rif berdilar. Haqiqatda insof agentligi desak ham to'g'ri bo'ladi. Chunki har bir insofli inson o'zidan o'zgalarni ham o'ylaydi-da, boshqalarni ham tashvishini qiladi, boshqalarga ham ko'maklashadi. O'zbekistonimizda mana shu yo'nalish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilyapti. Ayniqsa Ramazon oyida bu kabi savobli ishlarni ko'lami kengayib ketdi. Ulug'larimizdan Xulafoi Roshidin Hazrati Usmon ibn Affon haqiqiy saxovatpesha, keng karamli, himmatlar oliy bir inson bo'lganlar. Shuning uchun ham u zot va barakot hali hanuz tillarda doston, kitoblarimizda ko'p zikr qilingan zot hisoblanadilar. Usmon ibn Affon savdo bilan shug'ullanardilar. Bir yili Madina Munavvarada qurg'oqchilik, qahatchilik yetdi. Odamlar ochlikdan, suvsizlikdan qiynalib qoldilar. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu odamlarga murojaat qilib, borlar,
bor imkoniyatingizni yo'llarga ulashing. Hammasini baham ko'ring. Alloh mehribon, o'zi yetkazadi deya farmoyish qabul qildilar. Odamlar shunga amal qila boshladilar. Ana shu kecha kunduzda Hazrati Usmonning xonadonlariga 1000 qopdan iborat un, oziq-ovqat mahsulotlari kirib keldi. Uni eshitgan savdogarlar Hazrati Usmonning xonadonlariga yetib bordilar. Hazrati Usmon ularni ichkariga taklif qildilar. Kelinglar, marhamat, nima xizmat bor edi deb so'radilar. Savdogarlar aytishdiki, eshitishimizga qaraganda katta bir karvoningiz yetib kelibdi. 1000 qopdan iborat bo'lgan turli oziq-ovqat mahsulotlarini tushiribsiz. Biz o'sha mahsulotlarga xaridor bo'lib keldik. Yaxshigina foyda berib olamiz va o'zimiz keyin uni aholiga sotamiz deyishdi. Hazrati Usmon ularning murojaatlarini eshitarkanlar, "Xo'p, men o'sha Shomdan olgan narximga qancha qo'shib berasizlar?" dedilar. Ular 100 dirhamiga 10 dirham qo'shib beramiz deyishdi. Kam-ku dedilar. Unda 100 ga 20 dirham qo'shib beraylik deyishdi. U ham kam dedilar. Qancha deysiz? Qancha xohlaysiz deb so'rashganda Hazrati Usmon aytdilarki, biriga 10 bera olasizlarmi dedilar. Ya'ni 1 dirhamlikka 10 dirham, 10 dirhamlikka 100 dirham, 100 dirhamlikka 1000 dirham bera olasizlarmi deb so'radilar. Savdogarlar taajjublanib bir-birlariga qarab qoldilar. Uni imkoniyati yo'q-ku deyishdi. Hazrati Usmon ibn Affon imkoniyati bor. Siz bera olmasangiz, menga biriga 10 barobar ziyoda qilib beradigan bor dedilar. Savdogarlar taajjublanib, kim ekan u deb so'rashdi. Shunda Hazrati Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu, u Parvardigorimiz Alloh subhanahu va taolodir dedilar. Axir oyati karimasida va'da qilgan-ku, "Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha." Sadaqallohul azim. Kim bir yaxshilikni amalga oshirsa, o'sha yaxshiligi 10 karra ziyodasi bilan qaytadi degan oyatni o'qib berdilar. Va mana shu ko'rib turgan hamma oziq-ovqat mahsulotlarini men Madina ahliga tekinga savob niyatida muruvvat qilaman, ulashaman dedilar. Va haqiqatda Madina ahlini ocharchilikdan chiqib ketishligiga Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu juda katta bir xizmat qildilar, muruvvat ko'rsatdilar. Alloh subhanahu va taolo oyati karimada va'da qilinganidek, u kishiga yana ziyodasi bilan qaytardi. Alhamdulillah. Bu va'dalar haq. Biz bu va'dalarga ishonamiz. Bu va'dalarga inonamiz. Shuning uchun ham imkoniyati borlarimiz hech qo'rqmasdan, hech ikkilanmasdan, qisinmasdan saxovatlarimizni qilaveraylik. Muruvvat qo'llarimizni muhtojlarga cho'zaylik. Eng avvalo o'zimizni yaqinlarimizdan boshlaylik. Qavmi qarindoshlarimizdan boshlaylik. Qani qarindoshlarimiz hammalari sog' salomatmilar? Qarindoshlarimizda hammalarining ro'zg'orlari butmi? Aka-ukalarimizdan boshlaylik. Tog'a-yu ammalarimizdan boshlaylik. Xolalarimiz, amakilarimiz, ularning farzandlarining hollaridan bir xabardor bo'laylik. Imkoniyatimiz bo'lsa, ana ularga muruvvat qo'llarimizni cho'zaylik. Ana undan keyin qavmi qarindoshlarimizdan keyin mahalla, qo'ni qo'shnilarning hollaridan bir xabar olaylik. Hamkasblarimiz, ishxonadagilarimiz, hamma yaqinlarimizni bir o'ylab ko'raylik. Qani ularning ishchilarida qiynalganlari bo'lsa, kasal bemorlari bo'lsa yoki farzandlarini o'qitolmayotganlari bo'lsa, ana ularga qo'limizdan kelgancha ko'mak bersak, muruvvat ko'rsatsak, aslida bu o'zimizning manfaatimiz bo'ladi. Alloh taolo bizga shunaqa bir sakinat, huzur bag'ishlaydi. Ro'zg'orimizga tinchlik, osoyishtalik bo'ladi. Farzandlarimiz inshaalloh Robbil olamin ota-onam deydigan mehribon farzandlar bo'lib voyaga yetadilar. Va Alloh bizni ishlarimizni rivojini beradi.
barakasini beradi. Alloh uchun qilingan muruvvat, xolisona odamiylik nuqtai nazaridan qilingan saxovatning mukofoti juda ham katta savob ishlardan bo'lishi bilan bir qatorda bizni qilgan sarf-u xarajatimiz ziyodasi bilan o'zimiz kutmagan holatimizda o'rni to'lib toshadi inshaalloh. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ham va'dalari bor. Aniq aytganlarki, hech qachon saxovat bilan bandani moli kamaymaydi deb aytganlar. Shunday bo'lgandan keyin ikkilanmaylik azizlar. O'zimizdagi xaslik, baxillik, nafs degan illatlarni jilovlab, ularni yengib, sahiy bir inson sifatida savobli ishlarimizni, ihsonlarimizni ado qilaylik. Zero payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom saxovat u jannatdagi bir daraxtdir. Uning tanasi tomiri jannatda, uning shoxlar barglari bu dunyodadir. Ana o'shaning shoxlarini ushlang, sahiy bo'ling, inshaalloh jannatiy bo'lasiz deya marhamat qilganlar. Ha azizlar, keling, ana shunday savobli oyda savobli amallarimizni ko'paytiraylik, Allohning rahmatlariga musharraf bo'laylik, dunyomiz ham obod bo'lsin, oxiratda Alloh jannatidan hammamizga joy bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.